Meni ham sevgan insonim bor edi. Men ham xuddi senga o'xshab bu to'yga majbur bo'ldim. Lekin hozir tushunib yetyapman. Xato qildim. Uzr so'rab, seni ko'nglingni olishni eplolmadim. Va yana bugun ham seni oldingda aybdorman. Kechir. Tinchlikmas. Nima bo'ldi? Yana ering bilan urushdingmi? Men urishmadim. Lekin u mendan nolyapti. Nimaga nolaydi senda? Nima deyapti? Haligi qo'ying amma. Ha, bu yigit sen uchun jonini berishga tayyor. Kerak bo'lsa ber deyapti. Ammo uni sevgan qizi bo'lgan ekan. Seni ham sevgan yigiting bo'lgan. Aynan Kamronni deb Biloldan nafratlanib yuribsan. Baxtingni buzgani uchun endi o'ylab ko'r. Bilola, xuddi sendek o'z baxtidan kechibdi. Sevganidan kechib senga uylanibdi. Bechora yigit hayotini senga